Assalomu alaykum hammaga. Hop, biz yuqorida 79-masalasida tashlagandik. Aytib o'tib uni 3 xil usul bilan ko'ramiz. Birinchi xil usuli oddiy usul, ya'ni birinchi usul. Bu diagonal usuli. Diagonal usuli qanday bo'ladi? Ya'ni ikkita modda berganimizga SO3 va NO moddalari berilgan. Bularni molyar massalari 80 grammga. Hop, buni molyar massasi 30 gramm. O'rtaga, ya'ni ikkala gaz faqat ikkita modda bersa xolos, ikkita gaz moddani berib, o'rtachasini berib qo'ysa, ya'ni 50 gramm taqsim bo'ldi berib qo'ysa, o'rtaga 50 gramm deb yozib olamiz. 50 gramm. Diagonal sharti o'rtaga yozilgan son, ya'ni o'rtaga yozilgan 50 soni birdan katta bo'lishi kerak, ya'ni 30 grammdan katta, birdan kichik bo'lishi kerak, ya'ni 80 grammdan kichik. Ikkalasidan ham kichkina yoki ikkalasidan ham katta bo'lsa, bu diagonal usulga to'g'ri kelmaydi va undan, ya'ni 80 dan 50 da ayirib yuborsak 30, 50 dan 30 da ayirib yuborsak 20 va bu chiqqan sonlar molda bo'ladi. Diagonalda esingizdan chiqmasin, grammlardagi ayirmalar molga teng. Esingizdan chiqmasin. Ya'ni SO3 dan 20 bu NO dan 30 mol bo'lganda 50 gramm taqsim mol aralashma bo'lar ekan. Shu gazlarning aralashmasi, ya'ni 1 moldagi aralashmasi 50 grammga teng bo'lar ekan. Buni aytaylik, javoblarda 20 ga 30 degan son yo'q, ya'ni javob variant yo'q. Buni yaxlitlab 2 ga 3, endi yaxlitlamaymiz, eng kichik butun nisbatlarda olsak 2 ga 3 kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javob bo'ladi. Bu birinchi usulda. Endi buni ikkinchi usul. Bir noma'lumli tenglama, bir noma'lumli tenglama. Bir noma'lumli tenglama qanday bo'ladi siz? SO3 va NO moddalari berilgan. Ularning bittasi aniq 1 mol bo'ladi, ikkinchisi bilmaymiz biz necha mol bo'lishini va ularning aralashmani berib qo'ygan masalan 30 gramm taqsim bo'ldi. 30 gramm taqsim mol degani bu 1 moldagi massasi. 1 moldagi massasi degani. Endi bizda necha mol bor? 1 mol va x mol bor. 1 plus x. O'sha 1 plus x, ya'ni 1 mol SO3 va x mol NO ning massasi necha gramm bo'ladi? Ya'ni 1 mol bizda SO3'imiz 80 gramm plus NO'imiz 30 gramm, x mol bo'lgani uchun 30 x bo'ladi. Endi xuddi shu bir noma'lumli tenglamani ishlaymiz. Ya'ni 80 plus 30x ko'paytiramiz 1 ga, 50 grammni ko'paytiramiz 1 plus x ga. 50 da 1 plus x ga ko'paytirsak, 50 kara 1 50 plus 50x teng 1 da 80 plus 30x ga ko'paytirsak 80 plus 30x. Ma'lumlar bilan ma'lumlar bir tomonga, noma'lumlar bilan noma'lumlar bir tomonga bo'ladi. Ya'ni hop 50x 30 o'tsa minus bo'lib o'tadi. 30x bo'lib teng 80 minus 50. Chunki oldida musbat bo'lsa, o'ng tomonga bo'lsa manfiy bo'lib o'tib qoladi. 50 dan 30 dan ayirsak 20x bo'ladi. 80 dan 50 dan ayirsak 30x bo'ladi. 30x 30 o'zi 30 bo'ladi. Hop, 30 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsa x teng 1,5 bo'ladi. Demak, x imiz 1,5 mol ekan. Ya'ni nima demoqchi? SO3'imiz 1 mol bo'lganda x imiz teng bo'ladi 1,5 molga. Javoblarga qarasangiz 1 ga 1,5 degan javob yo'q. Shuning uchun buni 2 ga ko'paytirib yuborsangiz 2 molga 3 mol degan javob to'g'ri bo'ladi. Bu ikkinchi usulda, ya'ni bir noma'lumli usul. Endi ikki noma'lumli usulda ishlaymiz. Ikki noma'lumni bilasiz. X, Y usuli, ya'ni bizda
SO3 bor va NO moddalar bor, azotik oksidi va oltin yurtli olt oksidlari. Bularda birini X mol, birini Y mol olamiz. Bizga aralashmani berib qo'ygan, aralashmani, ya'ni 50 gram taqsim mol degani bu 1 moldagi massasi degani, 1 moldagi massasi. Ya'ni NO bilan SO3 ning mollar yig'indisi 1 mol bo'lishi kerak degani. Ya'ni X plus Y teng 1. O'zi gazlar aralashmasida doim o'rtacha massani bersa, bu 1 moldagi massasi bo'ladi. Esingizdan chiqarmang. Bu asosiy tushuncha bo'lishi kerak sizga. Hop, SO3 ga 80x plus hop NO niki 30 y teng shu 50 gram taqsim molga teng. Ishlab oladigan bo'lsak, buni x va y da tenglashtirib olishimiz kerak. Men y tenglashtirib olaman. 30 ni ko'paytirsam x plus y teng 1 ga, ya'ni har bittasiga bittadan ko'paytirib chiqaman. Tagiga yozyapman 30x. Buni yozyapman tagiga. Ya'ni 30x ga ko'paytirib bir yo'l tagiga yozib ketaveryapman. 30x hop plus 30y teng 30. Hop, bu 30lar qisqarib ketadi. 30y qisqarib ketsa, ayirib olganimizda 80x dan 30x ayirsak 50x teng 50 dan 30 ayirsak 20 bo'ladi. X teng hop 20 ni 50 ga bo'ladigan bo'lsak, hop 0.4 ga teng bo'ladi. 0.4. Endi y-mizni topib olish uchun 0.4 x da olib borib qo'yamiz. Ya'ni xuddi shu tenglamani ishlaymiz. X plus y teng 1 da ximiz 0.4 chiqdi. Plus y teng 1. Y teng 1 minus bo'lib o'tadi 0.4. Y-miz teng bo'ladi 0.6 ga. 1 dan 0.4 ayirsak 0.6. 0.6. Demak, bitta x'imiz 0.4 ekan. Y'imiz 0.6 ga ekan. Ahamiyat bersangiz, 0.4 ga 0.6 yoki aniq butun son oladigan bo'lsangiz 4 ga 6 deb olsangiz ham bo'laveradi, yoki eng kichik butun nisbat bo'ladigan bo'lsa 2 ga 3 degan javoblar ham to'g'ri bo'laveradi. Buni ham siz javob, hop buni ham siz javob. Mana ko'rdingiz, bitta masalani biz 3 xil usul bilan ishladik.